ko'p vaqtlarda xotinlar o'zlarining erlarini qadrlamaydi. Sababi doim yonida Hadija onamiz Rasulullohning xizmatiga bir odamni buyurib qo'yishi mumkin bo'lib turib, lekin xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Hadija onamiz Muhammad alayhisolamni yo Rasululloh deb chaqirar edi. Ayollar bor, erlarni nima deb chaqirishini o'zlari biladi. Yana ayrim ayollar bor. O'zi turibdi. Er bolasiga buyuradi. Bor, dadang choydan bak. Bor, unday qilib ber. Bor, kiyim olib qo'y. O'zi turibdi. O'zi xizmatini qilsa bo'ladi. Ammo nima deydi? Nima qilib qo'yganman deydi? Pul qo'yganman deydi. Katta qilib qo'yganman deydi. Ayol kishi yoshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar o'zini kuyovining xizmatini qilishligi ayol kishining vazifasi. Va bu narsa ayol kishining qadrini oshiradi. Erini oldida ham, odamlar oldida ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Jabroil alayhisalom keldi. Kelib aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi. Ana Hadija kelyapti dedi. Qo'lida bir idish bor. Uning ichida taom yoki bir sharob bor. U siz oldingizga kelgan paytda Hadijaga Robbisidan salom ayting. Mendan salom ayting. Va jannatdagi ichi g'ovlik marvaratdan qurilgan, unda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini dedi Jabroil alayhisalom. Hadija onamizga Alloh subhanahu va taolo salom yubordi. Alloh salom aytdi, birodarlar, fikr qilib ko'ringlar-da. Allohumma antas salam va minkas salam. Jabroil salom aytdi. Jabroil amin, Jibril amin salom aytdi. Va Hadija onamizga bir ichi g'ovlik bo'lgan katta gavhar toshning ichida jannat borligi, qasr borligi bashorat berildi. Bu qanday manzilat? Bu faqat Hadija onamizga berilgan bashorat. Boshqa hech qaysi ayolga bunday bashorat berilgan emas. Hadija onamiz roziyallohu anha Rasulullohning roziligiga doim harakat qilardi. Rasulullohni nima qilsa shunga xursand bo'lardi. Rasululloh nimadan norozi bo'lsa, bundan norozi bo'ladi va mana shu ishdan uzoq bo'lardi. Va mana qana deysiz, qilaveradi. Va mana qana deysiz, qilaveradi. Nima alomati? Erini qadrlamayotganiga alomati mana shu ayol. Chunki yana qaytarib aytamiz, ayol kishini Allohning farzlarini qilgandan keyingi birinchi ishi erini xizmat qiladi. Agar bir kishi Allohning bandalarini xizmatida tursa, ularni xizmatlarini ishtiqot bilan bajarsa, Alloh taolo shu bandasini yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallohu anhu kurbatan min kurabil yawmil qiyamah." Bu hadis Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan.